juda ko'pchilikdan kelayotgan populyarni savollar. Oshqozoningizni qayerda qildirgansiz? O'rtoqlar, men buni aytishdan qo'rqadigan joyim yo'q. Men reklamaga chiqib qo'yib tilimni qisadigan joyda emasman. 19 million to'lov qilganman kassaga, Oybek Tohirovichni kestirganman Gipokrat klinikasida. Yo 1 million 900 yo 2 million 900 shu yerda xato bo'lishi mumkin. Aniq summa esimda yo'q. Analiz topshirganman. Analiz topshirganimdan keyin ertasi kuni keling och qoringa degan, ertasi kuni borganman, taq etib operatsiya qilib oshqozonimni kesib tashagan. Undan keyingi ahvolimni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Uyg'ondim, o'laman, endi bolalarim nima bo'ladi deb uyg'onganman. Tap etib ukol qilishga yana qaytib uxlaganman. Yana uyg'ondim, yana azob, yana og'riq. Yursa bo'ladi, oyoqda yursa bo'ladi, gapiraverasiz, og'rig'i dahshat. Всё. O'shandan keyin bir 2 yildan oshiq vaqt o'tdi. Men yo 110 kilo yo 120 kilo bilan operatsiya qildirdim, o'rtoqlar, lekin men u o'zim xohlagan rezultatga tushganim yo'q. Men undan keyin ko'p narsa qildirdim. Ana o'shalari yordami bilan hozirgi vesimga tushdim. Hozirgi vesimdan ham 5-6 kilo minusini o'zimni kuchim bilan nafsimni tiyolman. O'sha paytlarda nafsibat abjora bo'lganman-da, nafsimni tiy olmaganman. Hozir nafsimni tiyolman, alhamdulillah, to'g'ri yo'l bilan, hech qanaqa dori-darmonlarsiz ozyapman. Men hech qachon bunaqa ishlarni reklamaga qildirmayman, чтобы ertaga bir narsa bo'lsa, tilim qisqa bo'lib qolishini xohlamayman. Pulni tashiyman, davay, ishingni qil, всё. Menga boshqalarning videosini tashamanglar. Biri o'lib, biri qolmaydimi? Тоже мне. Yangi pomada oldim. Qalay qizlar?